Prezidentimizning muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida mamlakatimizning barcha hududlarida aholi hamda ehtiyojmand oilalarga ko'mak berish, inson qadrini ulug'lashga qaratilgan xayriya tadbirlari keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Xususan, bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, jarrohlik amaliyotlari va davolash xarajatlari Prezidentimiz qaroriga muvofiq davlat maqsadli jamg'armalari va boshqa manbalardan ajratilgan mablag'lar hisobidan qoplab berilyapti. Mazkur tadbirlar tom ma'noda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatishning yana bir yorqin ifodasi bo'lmoqda. Buxoro shahrida yashovchi 4 yoshli Muhammad Aminda ham yurakda bo'limchalararo to'siq nuqsoni tashxisi qo'yilgan edi. Qurbon hayiti arafasida amalga oshirilgan xayriya tadbirlari doirasida og'ir xastalikdan aziyat chekayotgan bolakayda bepul jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun vaucher taqdim qilindi. Nevaram yurak yetishmovchiligi bilan dunyoga kelgan edi. Hozir 3,5 yoshda. Biza tug'ilgandan beri doktor nazoratda turar edik. Buni operatsiya qilish to'g'ri keldi. Prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Chunki mana shu hayit munosabati bilan respublikamizda 10 mingta bolani operatsiyasiga mablag' ajratgan ekanlar. Bundan biz ham juda ham xursandmiz. Hech kimning bolasi kasal bo'lmasin. Kasal bolalarga Xudoyim sog'lik bersin. Chindan da ushbu vaucher orqali Muhammad Aminning oilasiga malakali tibbiy xizmatlardan foydalanishi, zarur muolaja va operatsiyalarni o'z vaqtida olishi uchun imkoniyat yaratildi. Shu kunning o'zida bemor Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yotqizilib, kerakli tekshiruvlardan o'tkazildi. Mana bugun biz Buxoro viloyatida ayni damda 100 dan ortiq bemor bolajonlarimizga vaucherlarni tarqatdik. Hozirda mana bugunning o'zida biz 12 nafar bemorlarimizni onkologiya kasalxonasiga, kattalar kasalxonasiga yotqizdik. 4 nafar bolamizni ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazi onkogematologiya bo'limiga yotqizdik. 4 nafar yuragida tug'ma nuqsoni bo'lgan bolachalarimizni, demak, kardioxirurgiya bo'limiga yotqizib, biz bugun erta bolachalarimizni laborator hamda qo'shimcha instrumental tekshiruvdan o'tkazib, ko'rsatmasiga qarab bularda jarrohlik amaliyotini o'tkazishni rejalashtirganmiz. Buxoro viloyatida bugungi kunda bizda 300 ga yaqin bolajonlar ro'yxati shakllantirilgan bo'lib, 46 nafari bulardan aynan yuragida tug'ma nuqsoni bor bolalar. Qolganlari boshqa xirurgik yo'nalishdagi bolalarni ham biz mazkur tadbir doirasida sog'lomlashtirishni rejalashtirganmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro viloyati kesimida prezident qaroriga ko'ra 510 nafar bolajonlarda jarrohlik amaliyotini o'tkazish reja qilingan. Hozirga qadar o'tkazilgan tibbiy tekshiruvlar natijasida vaucher tarqatilgan bemorlar soni 200 nafardan oshdi va ular ixtisoslashtirilgan markazlarda tekshiruv xulosalari asosida malakali mutaxassislar tomonidan operatsiya qilinmoqda. Hayit munosabati bilan sovg'a bo'ldi. Bolamni olib keldim. Hozir jarrohlik amaliyoti o'tilyapti. Xursand bo'ldik, kutilmaganda bo'ldi. Prezidentimizga kattakon rahmat. Tashakkur. 4-farzandim Baxshulayeva Umidaga tug'ma yurak nuqsoni aniqlandi. Hozirda u 7 oylik, nafas olishlariga qiyinlik bo'lganligi sababli jarrohlik amaliyotini o'tkazish aytildi. Qurbon hayiti munosabati bilan mana shu jarrohlik amaliyotiga prezidentimiz tomonidan mablag' ajratildi. Prezidentimizga rahmat aytamiz. Bunday ezgu amallar xalqimizning mehr-oqibat, saxovat va insonparvarlik kabi yuksak qadriyatlarini yanada mustahkamlamoqda. Eng muhimi, yordamga muhtoj insonlar o'zlarini davlat va jamiyat e'tiborida ekanligini chuqur his qilmoqda. Qurbon hayiti arafasida amalga oshirilayotgan bu kabi xayrli tadbirlar inson qadrini ulug'lash, aholi farovonligini oshirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish yo'lidagi muhim qadam desak mubolag'a emas. Aholini salomatligini, ayniqsa og'ir kasallik, og'ir xastalik bilan hisobda turgan, ya'ni onkogematologik bemorlar, onkologik bemorlar va qolaversa buyrak surunkali yoki surunkali jigar xastaligi bilan hisobda turib yurak ko'chirib o'tkazishga, transplantatsiyaga muhtoj bo'lgan bemorlarni biz saralab olyapmiz va bu jarayonimiz demak keyingi oylarda ham rejali ravishda davom etadi. Men o'ylaymanki, viloyatni o'zida bu jarayonlarni, bu yuqori texnologik operatsiyani amalga oshirilayotgani esa aholimizni poytaxt Toshkentga yoki chet elga borib ovora bo'lib ham vaqti ham mablag'ini tejashiga dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Bundan oldingi ro'za Ramazon oyida hurmatli prezidentimiz tegishli qarorlariga asosan biza xuddi shunaqa tadbirni butun respublikada qolaversa Buxoroda o'tkazganmiz. 400 ga yaqin ijtimoiy himoya reyestrida turgan bemorlarimizni mutlaqo bepul jarrohlik amaliyotlari hamda konservativ davolashdan o'tkazganmiz. Bu jarayon ham hozirda davom etyapti. Bu qarorni o'ziga xosligi haqida to'xtaladigan bo'lsam, bu safargi qarorda hurmatli prezidentimiz imtiyozdan qat'iy nazar
bu imtiyozi bo'lmagan, ya'ni ijtimoiy reyestrda turmagan, nogironligi bo'lmagan yoki boshqa bir imtiyozi yo'q fuqarolarni va ularning farzandlari uchun ham juda katta mablag' ajratdilar va bu jarayonda biz shifokorlar barchamiz birlashib aholi salomatligi yo'lida bel bog'laganmiz va bu tadbirlarni yil oxiriga qadar har bitta oxirgi bemorgacha davolashlarini belgilangan tartibda olib boramiz. Prezidentimizning qarori ijrosi doirasida mamlakatimizning barcha hududlarida aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ehtiyojmand oilalarga ko'mak berish hamda inson qadrini ulug'lashga qaratilgan xayriya tadbirlari ham keng quloch yoydi. Boshlangan ezgu tashabbus doirasida Kogon tumanida ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga oziq-ovqat mahsulotlari to'plamlari topshirilmoqda. Ushbu xayriya aksiyasi doirasida jami 330 nafar ehtiyojmand fuqaro qamrab olindi. Ularning 56 nafarini yakka yolg'iz keksalar, 274 nafarini esa ijtimoiy reyestrga kiritilgan hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan oilalar tashkil qilmoqda. Mahalliy yettiligi tomonidan xonadonma-xonadon yurilib, fuqarolarga bayram sovg'alari topshirilyapti. Ularning holidan xabar olinib, samimiy tilaklar bildirilmoqda. Qurbon hayiti munosabati bilan prezidentimiz e'tibor berganlari uchun ming rahmat. Ilohim sog' bo'lsinlar, O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Qurbon hayiti arafasida G'ijduvonda ham yuzlab fuqarolar bayram shukuhi va mehr-muruvvatdan bahramand bo'lishmoqda. Xususan tumandagi 1890 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqaro, yakka yolg'iz keksalar hamda nogironligi bo'lgan shaxslarga prezidentimiz qaroriga muvofiq davlat maqsadli jamg'armalari va boshqa manbalardan ajratilgan mablag'lar hisobidan shakllantirilgan oziq-ovqat mahsulotlari topshirilyapti. Jumladan tumandagi Pamo'za mahallasida istiqomat qiluvchi 38 nafar fuqaro ham bugun davlatimizning g'amxo'rligini yana bir bor yurakdan his qildi. Bayram arafasida ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan Gulmira Qozoqova xonadoni ham e'tibordan chetda qolmadi. Ikkinchi guruh nogironiman. Umumiy kasallik bilan ham oyoqlarim ishlamaydi. Insult olganman. Prezidentimizga kattakon rahmat deyman. Shu bayramlarga har doim eslab turadilar. Oziq-ovqatdan, ukol-dorilarimdan xabardor bo'lib, menga yordamlari katta. Nogironlarini tashlab qo'ymaydilar, hamma vaqt g'amxo'rlik qilib kelyaptilar. Davlat boshimizga sog'-omon bo'lsinlar. Chekka Qorovulbozor tumanida ham oilalarga bir martalik oziq-ovqat mahsulotlari taqdim etilib, aholi holidan xabar olinmoqda. Ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik fuqarolarda minnatdorlik hissini uyg'otib, bayram kayfiyatini yanada ko'taryapti. Muborak Qurbon hayiti munosabati bilan muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan butun O'zbekistondagi mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan, yakka yolg'iz fuqarolarimizni holidan xabar olinib, ularga o'sha bir martalik oziq-ovqat mahsulotlar yetkazib berishlar jadal amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda tumanda mana shu 55 nafar davlat ta'minotidagi, davlat reyestrida turgan davlat ta'minotidagi fuqarolarga hamda 27 nafar yakka yolg'iz yashovchi qariyalarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Yana bir e'tiborli jihat, prezidentimizning tegishli qaroriga muvofiq 2026-yil 1-martdan boshlab ijtimoiy reyestrga kiritilgan birinchi guruh nogironligi bo'lgan hamda mehnatga layoqatli a'zosi mavjud bo'lmagan oilalar xonadonlarini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli ishlarni amalga oshirishga kirishilgan edi. Mazkur tashabbus doirasida Qurbon hayitiga qadar ta'mirlash ishlari nihoyalanib, ushbu oilalar bayramni shinam xonadonlarda qarshilashmoqda. Mazkur tashabbus asosida Buxoro viloyatida 89 ta ehtiyojmand oila xonadonida qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari olib borildi. Buxoro tumanidagi Saxovat mahallasida 58 nafar nogironligi bo'lgan fuqaro yashaydi. Ana shunday fuqarolardan biri Jabbor Rustamov bo'lib, u yakka yolg'iz keksa hamda birinchi guruh nogironi hisoblanadi. Ajratilgan mablag'lar hisobidan uy joyini moslashtirish uchun 18 million so'mlik yordam ajratildi va yashash uyi qulay holatga keltirildi. Tumandagi Ko'chko'mar mahallasida ijtimoiy xodim Ismat Narziyev tomonidan olib borilgan ishlar natijasida Salima Nasimovaning ham uy joyi ta'mirlanib, moslashtirib berildi. Bugun ushbu xonadon ahli ham bayramni yuqori kayfiyatda qarshi olmoqda. Ko'chko'mar mahallamizda hozirgi kunda 7332 ta fuqaromiz bor. Shulardan 107 nafari nogironligi bor shaxslar. Mana muhtaram prezidentimizni qarorlariga asosan oilasida birinchi guruh nogironligi bo'lgan va mehnatga layoqatli shaxs bo'lmagan fuqarolarning uylariga ta'mirlash, moslashtirish ishlari olib borildi. Mahallamizdagi Nasim va Salima opani ham uylarida ta'mirlash ishlari olib borildi. Dehcha mahallasida yashovchi Mavjuda Yo'ldosheva ham birinchi guruh nogironi bo'lib, qaror asosida uning uy joyida ham ta'mirlash va moslashtirish ishlari amalga oshirildi. Muhtaram prezidentimizning 2026-yil 5-fevraldagi 49-sonli qaroriga asosan nogironligi bo'lgan oilalar uy joylari ta'mirlandi. Shu jumladan Buxoro tuman Dehcha mahalla fuqarolar yig'inidagi
Dehcha qishloqda yashovchi Yo'ldosh va Mavjuda opamizning uy-joylari ham ta'mirlandi. Bu kishining farzandlari birinchi guruh nogironligi bor. Qurbon hayiti munosabati bilan o'tkazilayotgan bu kabi xayriya tadbirlari Buxoroda ham aholini qo'llab-quvvatlash, jamiyatda mehr-oqibat, hamjihatlik va insonparvarlik qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu kabi amaliy ishlar ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga har tomonlama ko'maklashish, ularning turmush sifatini yaxshilash hamda inson qadri va manfaatlarini ta'minlashning amaldagi ifodasi bo'lmoqda.